9-aprel kunlari Toshkent jahon parlamentarizmining markaziga aylandi. Parlamentlararo ittifoq assambleyasining 150-yubiley uchrashuvida 130 dan ziyod davlatlardan 1400 ga yaqin delegatlar, shu jumladan 740 nafar parlament a'zosi, 50 dan ortiq xalqaro va kuzatuvchi tashkilotlar vakillari qatnashdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev assambleyaning maxsus yalpi majlisidagi nutqida ilgari surgan muhim tashabbuslar ittifoq a'zolari tomonidan yuqori baholandi. Jahonning turli mintaqalaridagi nizolar global va mintaqaviy tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda. O'zbekiston har qanday ziddiyat va qarama-qarshiliklarni faqat diplomatiya va tinch muzokaralar yo'li bilan hal etishning qat'iy tarafdori ekanini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. Umid qilamiz, Ukraina atrofidagi vaziyat bo'yicha boshlangan muzokaralar jarayoni o'zining ijobiy natijasini albatta beradi. Eng og'riqli muammolarga xalqaro huquqning e'tirof etilgan me'yorlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining nizomi va rezolyutsiyalari asosida yechim topish muhim deb hisoblaymiz. Shu jumladan Palestin-Isroil nizosining yagona va adolatli yechimi ikki xalq uchun ikki davlat tamoyilini ro'yobga chiqarishdir. Bizga qo'shni bo'lgan Afg'oniston haqida to'xtalib o'tmaslik mumkin emas. Ushbu mamlakatning xalqaro maydonda yakkalanib qolishiga yo'l qo'ymaslik, amaldagi hukumat bilan konstruktiv muloqot o'rnatish, unga Markaziy Osiyo mintaqasining ajralmas qismi va yangi imkoniyatlar makoni sifatida qarash lozim deb hisoblaymiz. Bu borada parlamentlarning ko'magiga ishonamiz. Parlamentlararo ittifoq prezidenti Tole Ikson va bosh kotibi Martin Chungong assambleya dunyo parlamentlarini 150-marotaba bir joyda to'plagan tarixiy voqea sifatida o'zining ahamiyatini namoyon qilgani, O'zbekiston tomonidan barcha zarur shart-sharoit yaratilgani va tashkiliy ishlar yuqori darajada amalga oshirilganligini alohida e'tirof etishdi. Your Excellency President Mirziyoyev, President of Uzbekistan, Madam Chairperson of the Senate of Uzbekistan, Mr. Speaker of the Legislative Chamber of Uzbekistan, Honorable Speakers present, Deputy Speakers. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev, hurmatli Senat raisi, janob Qonunchilik palatasi spikeri, hurmatli hamkasblar, xonimlar va janoblar, global parlamentlar jamiyati nomidan assambleyani yuksak darajada tashkil etganingiz, Markaziy Osiyoda birinchi marotaba o'tkazilayotgan 150-yubiley assambleyamizga hissa qo'shganingiz uchun chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Assambleyaning bosh mavzusi ijtimoiy taraqqiyot va adolat uchun parlament harakati deb nomlangan. It is the first time too that this such a global gathering. Parlamentlararo ittifoqning 150-assambleyasi Markaziy Osiyo mintaqasida ilk bor O'zbekistonda o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan mamlakat prezidenti va hukumatiga chuqur minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Ayni vaqtda dunyo murakkab muammolar, urushlar va ziddiyatlar girdobida qolayotgan bir paytda ushbu assambleyaning O'zbekistonda o'tkazilishi mamlakat rahbariyatining ko'p tomonlama hamkorlik va parlament diplomatiyasini rivojlantirishga bo'lgan sodiqligini ko'rsatadi. The Interparliamentary Union is very grateful for this. Assambleyada yurtboshimiz to'xtalib o'tgan yana bir muhim masala bu iqlim o'zgarishi bo'ldi. Davrimizning o'tkir muammosiga aylangan, sayyoramiz taraqqiyotiga jiddiy to'siq bo'layotgan iqlim o'zgarishlari doimiy diqqat markazimizda bo'lishi zarur. Chunki uning ayanchli oqibatlari eng avvalo rivojlanayotgan mamlakatlarga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Parij bitimi doirasida va uglerod neytralligiga erishish borasida o'z zimmamizga olgan majburiyatlarni to'liq bajarish har qachongidan ham muhimroqdir. Bu masalani kuni kecha Samarqandda bo'lib o'tgan xalqaro iqlim forumida ham atroflicha muhokama qildik.
davlatlarning iqlim siyosati bo'yicha ilg'or tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, qayta tiklanadigan energiya manbalari va yashil texnologiyalarga o'tishning rag'batlantirish parlamentlarning muhim vazifasiga aylansa, albatta salmoqli yutuqlarga erishamiz. Mana hurmatli prezidentimiz bugungi nutqlarini eshitib, barcha delegatlar tomonidan, parlament rahbarlari tomonidan juda ham ajoyib nutq bo'ldi. Bunday davlat rahbarining parlamentga bo'lgan munosabati, parlamentlarda qilishi lozim bo'lgan vazifalarni aniq-tiniq ko'rsatib berishi dunyo miqyosida juda kamdan kam uchraydigan holat deyishdi. Shuning uchun ham parlamentlararo ittifoqning rahbariyatining fikriga ko'ra, prezidentimiz tomonidan bildirilgan barcha tashabbuslar Toshkent deklaratsiyasida hammasi aks ettiriladi va bu degani bu shunchaki hujjatda emas, dunyoning 190 ta davlat parlamentlarini stolini ustida yo'l xarita bo'lib, demak ijro uchun ular qabul qilishadi. Bu biz uchun juda ham katta g'urur, lekin shu bilan birga bu bizga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Assambleya doirasida 70 ga yaqin turli tadbirlar o'tkazilib, ularda gender tenglik, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, fuqarolar salomatligini saqlash, ekologiya va iqlim o'zgarishi oqibatlarini yumshatish kabi masalalar muhokama qilindi. رئيس الجمهورية كان خطاب في الحقيقة شامل. Albatta prezidentning nutqi xalqaro parlament konferensiyalarida so'zlangan eng ta'sirchan va sermazmun nutqlardan biri bo'ldi. U butun dunyoda muhokama qilinayotgan Falastin muammosi, G'azo sektoridagi vaziyat, Yaqin Sharq va Ukraina tinchligi kabi dolzarb masalalarni o'z ichiga oldi. Muhim va nozik mavzular jihatidan O'zbekiston kabi davlat jahon miqyosidagi masalalarga jiddiy e'tibor qaratayotganida yaqqol ko'rinadi. O'zbekiston va Bahrayn parlamentlari o'rtasidagi hamkorlik haqida to'xtalsak, Bahrayn qirolligi bilan O'zbekiston o'rtasida do'stlik qo'mitasini tuzish muhim deb hisoblayman. Do'stlik qo'mitasi aynan O'zbekiston bilan boshlangan taqdirda ham u butun mintaqa bilan hamkorlik yo'lidagi muhim qadam bo'ladi. Assambleyada Birlashgan Millatlar Tashkilotining cho'llanishga qarshi kurash to'g'risidagi konvensiyasining yaxshi niyat elchisi, maliylik qo'shiqchi va faol Inna Modji ham ishtirok etdi. Parlamentlararo ittifoq yig'ilishlarida ekologiyaning dolzarb muammolariga alohida e'tibor qaratilyapti. Ayniqsa, kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyevning iqlim o'zgarishi, ona tabiatni asrash bo'yicha tashabbuslari menda katta taassurot qoldirdi. Men Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasining yaxshi niyat elchisi sifatida Orol fojiasi oqibatlarini yaxshi bilaman. Ertaga biz Qoraqalpog'istonga jo'nab ketyapmiz. U yerda mahalliy aholi hayoti va cho'llanishga qarshi kurashda ayollarning roliga bag'ishlangan hujjatli filmni suratga olamiz. Maqsadimiz parlamentlar a'zolari, fuqarolik jamiyati va ilmiy doiralar vakillari e'tiborini ekologik muammolarning oldini olishga chaqirishdan iborat. Gender tengligini ta'minlash, siyosiy qarorlar qabul qilishda xotin-qizlarning rolini oshirish masalasi nufuzli anjumanning bosh mavzusi bo'ldi. Parlament ayol a'zolari forumining 39-sessiyasida muhim masalalar ilgari surildi. Gender tenglikka erishamiz, harakatlar ketidan harakatlar shiori ostida 10 ta harakatdan iborat yangi kampaniya e'lon qilindi. Gender tengligini ta'minlash bugun barcha davlatlar uchun muhim vazifa. Yil davomida biz Pekin harakat platformasining 30 yilligini ham nishonlayapmiz. Bu ayollar huquqlari haqida edi. O'zbekiston hukumatining parlamentda ayollar sonini oshirish yo'lida ko'rsatgan sa'y-harakatlarini olqishlamoqchiman. Umumiy hisobda mamlakat parlamentida ayollar soni 37% dan oshadi. Bu esa hozirda jahondagi o'rtacha ko'rsatkich 26% dan ancha yuqori. Ishonchim komilki, jamiyatning boshqa qatlamlari ham ana shunday imkoniyatlarga ega bo'ladi. Assambleya yakunida eng muhim xalqaro hujjatlar, jumladan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi. Bu deklaratsiya asosan 3 ta asosiy imkoniyatlarni butun dunyoga O'zbekiston umuman Toshkent mezbonligidagi tadbirdan o'zidan bir tarix qilib qoldiryapti. Birinchisi bu insonlarga investitsiya sarmoya kiritish, ta'limga, sog'liqni saqlash tizimiga, insonlarni rivojlanishi uchun kerak bo'ladigan barcha imkoniyatlarni davlatlar, parlamentlar o'sha hukumatlar oldiga asosiy masala qilib qo'yib, bu narsani qo'llab-quvvatlashga, rivojlantirishga undash va rag'batlantirish. Ikkinchisi bu iqtisodni liberallashtirish va uchinchi juda muhim masala bu mamlakatdagi inklyuziv institutlarni mustahkamlash, ya'ni parlamentning o'rnini oshirish, jamoatchilikka ochiq bo'lish. Men o'ylaymanki, shu Toshkent deklaratsiyasida qabul qilinayotgan bu punktlar biz hozir butun parlamentdagi a'zolariga murojaat bilan chiqdik. Biz butun dunyoga O'zbekistonni mana shunday katta tadbirlarda butun dunyoning siyosatiga o'zining hissasini, o'zining so'zini ayta olishini ko'rsatib beramiz. Dilfuza Esanova, Komron Rahmonov, Farruh O'tbosarov, Yangi zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.